Tolyog'ochdan qamchiqlar otqilar. Dadasini yomon desang dotqilar. Tolyog'ochdan Udu. Uka olib keling. Adam bash yog'ochlarini tashlabdilar, boru. Agar hovuz to'xtatmasak, oxiri yomon o'lardi. Mahalladagi qo'shnilar gap so'z tashadi. Gap so'z qilsa ko'rsam, avvalgilar 80boy, 90boy deganlari bo'lgan. Nima san? Svet o'shdimi? Tolyog'ochdan qamchiqlar otqilar. Dadasini yomon Jonga tegdilar, endi boru. Hozir o'g'lim ukamdan katta. Nimadir qilmasa bo'lmaydi. Real endi gapirlar adamga. Aka, adamlar realni to'xtatayli. Voy, qaysi bir? Voy, Kozim. Qazimni olib kel, qazimni. Ha, Qazan tashib olganman deyman. qanaqa qildingman? Bu jinni adam o'zlari bizani aldayotdi-ku bu oxirgisida. Voy, qaysi biring bo'lsa ham podavorga tushib damlamanni olib chiqib ber. Bir ichinglik quvvat bo'lsin. Onasi. Mana shu damlamasini yo'qotib olish kerak. Tolyog'ochdan qamchiqlar otqilar. Dadasini yomon desang dotqilar. Shoxob, menga qara, asalni olasan, ichiga yong'oq qo'shasan, qorong'onaga qo'yib qo'yasan. Keyin yeyman, ha? Yo'q, uni olib kelgani xotiningni jo'natasan. Qorong'onaga. Xotinimni olib kelar, keyin yeyman. Voy, yo'q, yemaysan, orqasidan borasan xotiningning orqasidan. Keyin yeymanmi xatiyobi? Yo'q, yemaysan, gap asalda emas, gap qorong'ixonada. Asal prosta lavuchga, tushunsanmi? Ey, endi men hammani qutqaraman. Qarab tur. Yaxshilab ahamiyat bermadilaringmi? Uyda svet o'chib qoldi. Ha bunga bizani sifatsiz, ichirib ketgan, irib ketgan kabellarimiz sababchi. Ana endi o'sha kabellarni artikul kabellarga alishtiramiz. Chunki bu tozamas, elektrni yaxshi o'tkazadi, qo'lbola emas, davlat standartlariga javob beradi. Keyin yonmaydigan qobiqqa ega, sovuqqa ham, issiqqa ham chidamli. Har bir metri tekshiruvdan o'tkazilgan. Ana endi biz qutqarilganlar. Assalomu alaykum. To'g'ri aytdingmi? Zo'r aytdingiz. Bugun qo'yib berasizlarmi? Montaj yubordi. Adam qanilar? Sanatoriyga ketganlar. Voy. Onamchi? Birgalar. Tolyog'ochdan qamchiqlar otqilar. Dadasini yomon desang dotqilar.